Assalomu alaykum, hurmatli Yangiyer uy-joy bozor kuzatuvchilari. Yangiyer shahar Temir Marg mahallasi, ya'ni Gidrostroyda hamma biladigan ushbu biz sektorimizda ushbu 6 sotixlik xonadonimizda tugallanmagan, tashqi fasadi va ichki fasadlari tugallanmagan ushbu xonadon sotuvga qo'yilyapti. Ariyatrimizda bu tarafimizda Afg'on zavoddan kelganimizda, perizdan o'tganimizda ushbu to'g'rida ko'chada, ikkinchi ko'chada joylashgan Sokinlik ko'chasi ekan. To'liq videoda obzorni ko'rsatib ketamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, qani ketdik. Ko'p turgizda ushbu xonadonimizda srochni sotuvga qo'yilgan sababi egalariga pul zarur bo'lgani uchun sotuvga qo'yilyapti. Bu tarafimizda hovlimizda beton blujnik sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. Tashqari tarafida tualetlar qurilgan. Uyimizda tugallanmagan bo'lgani bilan ichki tashqi fasadlari ishlari bor. To'liq videoda obzorni ko'rsatib beramiz. Ko'rib turganingizdek, bu tarafimizda hol qismimiz, o'ng tarafimizda uzungina zalimiz bor ekan. Bu tarafimizda sanuzel dushovaga joy qilingan. Gaz, svet, suvda umuman bo'lishi mumkin emas, hurmatli kuzatuvchilar. Bu tarafimizda mana ikkinchi xonamiz, ispaniya xonamiz. Bu tarafda xohlasangiz detiska, xohlasangiz kuxnya qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda 4-xonamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu xonadonimiz narxiga keladigan bo'lsak, $30,000 sunatiga 1-2 so'm o'tib beradigan joylari bor. Bemalol pastdagi nomerlarga egalariga murojaat qilishlari mumkin. Lokatsiya yaxshi joyda joylashgan. Bu tarafda 10 svetofordan kirganimizda, ikkinchi ko'chadan kirganimizda ushbu xonadonga kelamiz.